Namehram ayolning er kishi haydaydigan taksiga chiqishi to'g'risida. Dunyoga mashhur Ahli Sunnat fatvo to'rbeti Islom savol javoblar to'ridagi 2986 nomerlik fatvo Uyg'ur Islom to'ri tarjima qilib tarqatdi. Savol: musulmonning taksi haydashi durustmi? Chunki taksida namehram ayollar bilan yolg'iz qoladigan ahvol ko'riladi. Javob: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: qandaq bir er kishi namehram bir ayol bilan yolg'iz qolsa, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. İmam Ahmed ve İmam Tirmizi toplagan. Sahih Jami 2546 nomerlik hadis. Allah Taala Yusuf alayhisalomning qissasida mundaq degan. Tarjima ma'nosi: Yusuf turayotgan uyidagi ayol, ya'ni Zulayxa Yusufdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqib o'tib, "Beri kel" dedi. Sura Yusuf 23-oyat. Mayli uyda, ishxonada, doktorxonada, liftda, mashinada yoki boshqa har qanday yerda bo'lsin, er kishining namehram ayol kishi bilan yolg'iz qilishi durust emas. Chunki bu uning ba'zi harom ishlarni sodir qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shayton kishilarni ozdirishga hamda ularga harom ishlarni qilg'izishga erismandir. Fiqhshunos olimlar er kishining namehram ayol kishi bilan xilvatli qilishining harom ekanligi haqida ittifoq kelgan. Hatto er kishi Qur'on o'gitish yoki namozda imomlik qilish degandek ishlardimi namehram ayol bilan yolg'iz qolmaslik kerak. Fathul Barida ko'rsatilganidek, namehram er ayol boshqalar ularni ko'rolmaydigan har qanday bir yerda yolg'iz qolsa, bu cheklangan xilvat qilish hisoblanadi. Taksi shofirining odamsiz ko'chalardan yoki tashyolardan o'tmay iloji yo'q. Şoförlar bilan taksiga chiqqan ayol kishi o'rtasida cheklangan suhbatlar ko'rilmaydi yoki ular allaqanday harom ishlarni qilishga va'dalashib qo'ymaydi degili bo'lmaydi. Qanchilgan tragediyalar, azobli hikoyalar va ofatlar shoförlarning namehram ayollar bilan yolg'iz qolishidan kelib chiqqan. Hikmatga to'lgan islom shariati xatolikqa elib berishi mumkin bo'lgan har qanday ishdan saqlanish uchun barcha zarur ogohlantirishlarni o'tirib qo'ygan. Bir-biriga namehram bo'lgan er ayollar yolg'iz qoladigan har qanday ahvoldan qat'iy saqlanish zarur. Shunga taksi shofiri qatnash voqeasi degandek jiddiy ahvol ko'rilmagan sharoitda yolg'iz namehram ayolni mashinasiga chiqarmaslik kerak. Kuch-quvvat Allohdandir.